Yevropa Ittifoqi kuzatuvchilari Petroning firibgarlik haqidagi da'volarini rad etib, Kolumbiyadagi ovoz berishni shaffof deb ataydi. Missiya rahbari Esteban Gonzales Ponsning aytishicha, yakshanba kungi saylovda 12 nomzodning hech biri qonunbuzarliklar haqida da'vo bilan uning missiyasiga kelmagan. Ovoz berishning ikkinchi bosqichi 21 iyun kuni bo'lib o'tadi. Buning uchun advokat Abelardo de la Espriella eng ko'p ovoz to'plagan nomzodlar senator Ivan Chepedaga qarshi kurashadi. Petroning tarixiy pakt partiyasidan nomzod Chepeda yakshanba kuni ikkinchi o'rinni egallagan saylov natijalarining tezkor hisobini tan olishdan bosh tortdi va natijalarni sharhlash uchun sudyalar va notariuslar tomonidan nazorat qilinadigan ovozlarni batafsilroq hisoblashni kutishini aytdi. Chepeda o'z bayonotidan sal oldin vatanparvar Tramp Eron urushini cheklash uchun ovoz bergan respublikachilarni qoraladi. Ilgari palatada 3 marta muvaffaqiyatsizlikka uchragan rezolyutsiya 215 qarshi 208 ovoz bilan qabul qilindi. 4 nafar respublikachi demokratlarga qo'shilib, ko'pchilik chegarasidan oshib ketdi. O'zining Truth Social onlayn platformasida Tramp qonunchilarni Eron Islom Respublikasi bilan urushni tugatish bo'yicha yakuniy muzokaralarim o'rtasida rezolyutsiyani qabul qilganliklari uchun qoraladi. Kim bunday vatanparvarlik qilmaydigan ishni qiladi, deb yozgan Tramp. Eron bilan uzoq muddatli otashkesim kelishuviga erishish bo'yicha sa'y-harakatlar to'xtovsiz davom etdi. Tramp ma'muriyati harbiy tahdidlar va diplomatik muvaffaqiyatga erishish mumkinligi haqidagi va'dalar o'rtasida qayta-qayta almashdi. So'nggi muzokaralar Sudandagi urush, IRSFning birligi buzilmoqdami? IRSFning birligi yorila boshladimi? Bu haqda Fransiya 24 nashri Bastien Renouil xabar bermoqda. Hormuz bo'g'ozi neft rivojlanishi Suriya uchun imkoniyatlarimi? 14 yillik fuqarolar urushidan keyin sarmoyaga muhtoj bo'lgan Suriya, hatto Fors ko'rfazidagi mojaro tugaganidan keyin ham o'zini yangi energiya yo'lagi sifatida ko'rsatishi mumkinmi? Birlashgan Millatlar Tashkilotining yadro nazorati tashkiloti Eronda o'z nazoratini nazorat qilishlarini bajara olmayotganini aytdi. Xalqaro atom energiyasi agentligi Erondagi boyitilgan uran zaxiralarining hozirgi hajmi, tarkibi yoki qayerdaligi yoki Eron boyitish bilan bog'liq barcha faoliyatlarni to'xtatganligi haqida hech qanday ma'lumot bera olmasligini ma'lum qildi. MAGATE yadro qurollarini tarqatmaslik to'g'risidagi shartnomaning kafolatlar bo'yicha kelishuvi bo'yicha o'z zimmasiga yuklangan kafolatlar bo'yicha majburiyatlarini bajara olmasligidan ogohlantirdi va Tehron ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishi ajralmas va shoshilinch ekanligini qo'shimcha qildi. Fevral oyidagi so'nggi hisobotdan buyon MAGATE inspektorlari tomonidan Eronda tekshirilgan yagona yadroviy inshoot 1-3 iyun kunlari tashrif buyurilgan.